Mana bitta cho'ntak tizza ko'zini tepasida. Ikkinchisi tagida, uchinchisi mana tashqi cho'ntakda, ichki cho'ntakda, oralig'ida. Orqasida 5-cho'ntaklarda, shu yerda bo'shliqlarda yog' saqlanadi. Tushundingizmi? Shu yog'lar mana shu tog'aylarda, uni ichidagi svязкалар, menisklarni oziqlantirib turadi. Namlab turadi, qurib qolmaydi. Endi sizda shu narsalar quruqlik bor. Suyuqlik yo'qligi bor. Tushundingizmi? Mana qarang. Жидкость не виализируется, жидкость нет, жидкость нет, жидкость нет. Bu degani toliqish degani. Ta'mirlanmagan oyoqlar degani. Ko'p mehnat qildi, bunga yordam bermadi deyapti. Sanatoriyaga bormadi, parafin olmadi, massaj qilmadi deyapti. Tushundingmi? Endi shuni hisobiga mana endi sekin-asta mana oyog'ingning ichida menisklarda deformatsiya shish bo'lib, gorizontalniy razrez beryapti. Mana u ichida ko'rdingmi mana? Parda yetilgan mana. Ko'rdingmi? Ana shunaqa parda yetilyapti senda. Mana o'sha yetilsa, вообще operatsiya qilish kerak bo'ladi. Belda nervlar qisilyapti-da, 200 metr, 100 metr yursang, bir joyda joy bormikin, o'tirib olaga o'tib qolyapsan. Beldan u. Ha, ovqat go'shi. Rangingni qara. Doktor boqish kerak ayoldan. 3 ta farzand tug'ib beribdi axir sizga. Xullas operatsiya bo'lmaysiz. Belingizga lechini olasiz. Belingizga poyez taqasiz. Tak ikkala oyoqqa lechini olasiz.